Assalomu alaykum do'stlar. Barchalar yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Musofirdagi do'stlarimiz barchalar yaxshimisizlar? Do'stlar, gapni qisqa qilaman. Meni e'tiborimni tortgan narsa yaqinda qaysidir filmdan Moskvada odamlar o'lib qolyapti, yo'q deb videolar chiqarishdi. Lekin do'stlar, hech qaysi bir o'sha videoni tushirgan odam javobi bilan ko'rsatgan yo'q. Nobud bo'lgan odam migrantmi, migrant emasmi? Kim biladi, u ko'chadagi просто bomshmi? Yotgan joyda o'zlaring bilasizlar, u yotgan joyda o'lib ham qolaveradi. Ular faqat ichadi, yotadi, yotgan joyda o'lib qoladi, shunaqa holatlar bo'ladi. Biz ham mana Xudo xolasa shu Rossiyani territoriyasida yuramiz ko'p yillardan beri. Shu rizqimizni terib, bu yoqda. Lekin FMS atrofida hech qachon bunaqa o'lib qolgan odam yoki yana qanaqadir holatlarni ko'rmaganmiz. To'g'ri, holatlar qaysi vaqtda bo'ladi? Holatlar o'zimizni odamlarimizni ham aybi bor bu yerda. Chunki bizani o'zimiz guvohi bo'lganmiz. Xo'p, hech qachon bir-biriga yo'l berish, boyagida ochratda turish degan narsa yo'q. Bo'ldi, kirgizaman, shoshilmasdan ochrat bilan kiringlar deydi. Shuna eshikni ochgandan uradi. Birdan 10 tasi kirmoqchi bo'ladi 5 kishining o'rniga. Bir-birini tepalab, ustidan oshib, sakrab, yo'da ayol kishi, yoshi katta, yoshi kichkina degan narsa umuman hech kimning ko'ziga ko'rmay qoladi. Do'stlar, o'shaning uchun o'sha vaziyatlarni hammasini to'g'ri tushuninglar. Biz ko'p eshityapmiz, ko'plarning uyidagilari chaqiryapti, xavotirlanyapti o'sha videolardan keyin. Hurmatli ota-onalar, hech ham sizlar xavotir olmanglar. Agar bolalaringga ishonsalaring, u adekvatniy, yaxshi bola bo'lsa, hech qachon unaqa situatsiyalarga tushmaydi. Qaydagi ko'cha bolalariga qo'shilmasa yoki ichib chekmasa, unaqa situatsiyaga tushmaydi. O'shani to'g'ri tushuninglar. Ko'zlaring bilan ko'rmaguncha yoki bitta video chiqqandan keyin buni bilmadim, kim tushirgan, qanaqa odam tushirgan yoki prosta qanaqadir bloger prosmotr uchun tushirganmi, bilmadim. O'shaning uchun bitta video ko'rdilaringmi? Agar o'shani isboti bo'lmasa, ishonib, har xil xavotirga tushib, har xil fikrlarga borib yurmanglar. Joninglar omon bo'lsin. Musofirda yurganlar barchamizni Xudo o'zi qo'llasin. Sog' bo'linglar.